Diqqat, shok xabar! Tarvuz haqida hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videoroliklarimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Eng so'nggi va tezkor shok xabarlar bizning kanalda. Bizning kanalda obuna bo'ling va biz bilan qoling. O'zbekistonda tarvuz narxi bir hafta ichida 3 baravarga arzonladi. Est Fruit ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi haftada tarvuzning ulgurji narxi 3 baravarga tushib ketdi deb xabar berdi Nova 24. Narxning pasayishiga asosiy sabab ichki bozorga mahsulot hajmining keskin oshishi bo'ldi. Toshkentdagi ulgurji bozorlardagi yirik tarvuz partiyalari 16-dan 22 may kunlari, ya'ni odatdagidan bir hafta erta kirib kelgan. 23 may holatiga ko'ra 1 kilogramm tarvuz ulgurji narxi 7000 so'mga yetgan bo'lib, u 2021-yildan buyon eng yuqori daraja hisoblangan. Biroq 23-maydan 30-mayga qadar narx 208 baravarga kamayib 2500 so'mga tushgan. Bu so'nggi 5 yildan so'ng eng keskin haftalik pasayish hisoblanadi. Natijada may oxiridagi narx 2024-yil shu davriga nisbatan 2 baravar arzon, lekin 2023-yilga qaraganda 25% yuqori. Narxning tushishi eksport hajmining oshishiga xizmat qilishi kutilmoqda. 2020-yildan beri tarvuz O'zbekistonning muhim eksportbop meva-sabzavot mahsulotlaridan biri bo'lib kelmoqda. 2023-yilda mamlakat 4,7 ming tonna tarvuz eksport qilgan holda rekord natijaga erishgan edi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.